Payg'ambar Nuh alayhissalom o'qli uchun Alloh taolodan shafoat so'ray oldim. Har safar payg'ambar Nuh alayhissalom o'z xalqini Allohga ibodat qilishga chaqirganlarida, ular quloqlarini barmoqlari bilan berkitib, ko'zlarini yopib olishar va uni eshitmaslik, ko'rmaslik uchun harakat qilishar. Butlarga siginishda qat'iy turishar edi. Shunda Nuh alayhissalom Parvardigoriga shikoyat qildi va Alloh unga katta kema qurishni buyurdi. Lekin ular uni masxara qilishdi, chunki ular unga: "Ey Nuh, kemangiz cholda suzib yuradimi? Sen payg'ambardan duradgorga aylandingmi?" deyishdi. Biroz vaqt o'tgach, u kema ustida ishlashni tugatdi. Keyin Alloh unga har bir jonzotdan erkak va urg'och hayvonni, shuningdek, qavmidan mo'minlarni kemaga yuklashni buyurdi va mo'jiza yuz berdi. Qudratli Alloh osmonga yomg'ir yog'dirishni va yerga oz suvini chiqarishni buyurdi. Natijada to'fon yuz berdi. Kema kuchli to'lqinlarga bardosh bera oldi. Nuh o'g'lini kemaga chiqib, omon qolganlar qatorida bo'lishga chaqirdi, lekin o'g'li rad etdi va to'pga chiqib, u yerda cho'kib ketishdan saqlanib qolishini, kemaga chiqmasligini aytdi. Nuh alayhissalom unga suv hamma narsani cho'ktirib yuborishini, ishoning va biz bilan kemaga chiqing, deb nido qildi. Lekin u bosh tortdi va kofirlar bilan birga vafot etdi. Keyin Alloh taolo osmonga yomg'irni to'xtatishni, yerga esa suvni shimib olishni buyurdi. Kema to'g'da eson-omon to'xtadi va Allohga ishonganlarning barchasi najot topdi. Alloh taoloning o'ziga bo'lgan iymon najot va najot yo'lidir.